birinchi, ikkinchi darajali artroz kasalliklari mana shu sanab o'tilgan etaplardan o'tib davolansa, to'liq tuzalib ketadi. Artroz kasalligini davolashda 3 ta etap bo'ladi. 3 ta etap. Men o'zim har doim foydalanaman, bemorlarimga har doim tushuntirib beraman. Birinchi etap dori-darmonlar bilan. Buni ichiga kiradi mikrosirkulyatsiyani yaxshilovchi, yallig'lanishga qarshi dorilar, qonni suyultiruvchi, mesniy, NPS mazlar va og'riqni qoldiruvchi ukollar kiradi. Ikkinchi etap fizioterapiyalar. Agar qarshi ko'rsatma bo'lmasa, bo'g'imga maxsus fizioterapiyalar o'tkaziladi. Agar bo'g'imda shamollash kuchli bo'lmasa. Agar shamollash kuchli bo'ladigan bo'lsa, uni o'zini yo'nalishlari bor. Xo'p, qanaqa fizioterapiyalar? Lazer, magnit, ultrazvuk, gidrokortizon bilan eng kuchli yordam beradigan mana shu 3 ta fizioterapiya o'tkaziladi. Uchinchi etap bu xuddi ovqatga go'sht solishdek, shu etapga qarab, xo'p, tizza bo'g'imiga maxsus gialuron kislotasi saqlovchi dori vositalarini yuborish. Mana shu 3 ta etapdan o'tadigan bo'lsa, artroz birinchi daraja va ikkinchi daraja shu holatda saqlab qolinadi yoki bo'lmasam to'liq tuzalib ketgan holatlarni ham ko'rganman.